Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, Gipki Kaming qiziquvchilar. Mana yana navbatdagi zakazimiz bitkizyapmiz. Hozir biz Ulug'nordamiz, Minblok qishlog'ida. Hozir ikkita uy bo'lyapti. Hozir yangi uyda penoblok uy egasi qilingan edi. Ham eski devor bo'lgan edi, eski uyda. Ikkinchi uy. Ikkinchi uyda polniy emulsiyani cho'qlab turib, kafirni kley ham steklosetkani tortganmiz. Steklosetkani mustahkamligi oshirish uchun ham qidiryapmiz, ham penoblokka steklosetkani qidiryapmiz. Ko'pchilik savollar beryapti. Penoblokka yopishadimi, gipki kaming yopishadimi? Albatta yopishadi, faqat devor torlash uchun to'g'ri qilib torlash kerak. Kafirni kley tortish kerak, ham steklosetka albatta berish kerak, ham yopishtirish kerak. Oldin gruntovka ham qilish kerak. Steklosetka mustahkamligi oshiradi, ham armirovka bo'ladi. Hozir usta devorlar to'rilyapti. Hozir bitgan fasad ko'ryapsiz, gipki kaming. Oq bilan qora fason bo'lgan, uy egasi o'zi tanlagan edi. O'rtasida naqsh ajratib beryapmiz. Ro'l qilib, sifatli qilib beryapmiz. Laklab, gipki kaming 2 marta laklanadi, moyishi bo'ladi. Issiq sovuqqa chidamli, umri uzoqroq, kamida 10 yil, 15 yilgacha xizmat ko'rsatadi. Bemalol qarchir bilan yuvsak bo'laveradi. Mana chiroyli qilib, sifatli qilib beryapmiz. Uy egasi ham xursand. Hozir lak, finishni lak usta so'qilda ham beryapti. Moyishi bo'ladi. Shu fason uy egasi ham o'zi tanlagan edi. Chiroyli qilib beryapmiz. Vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatyapmiz. Manzilimiz Andijon shahri, Yangi bozor atrofida joylashganmiz. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon raqamiga qilishlari mumkin. Mahsulotimiz 50 ming so'm bo'lyapti. Bu yilda 50 ming so'm qildik. Devor holatiga qarab 90 mingdan boshlab 110 minggacha bo'lyapti. Devoriga holatiga qarab, devor tekis bo'lsa 90 ming bo'lyapti. Yomiga qarab. Kimga kerak bo'lsa, bemalol telefon qilishlari mumkin. Agar joyda olsanglar, razmer bersanglar, arzonroqqa beraveramiz. Kley, lak ichida beryapmiz. 500 gram kley beryapmiz, ham 100 gram lak ham beryapmiz odamlarga. Agar o'zinglar zakaz qilib bersanglar, razmerni bersanglar, bemalol beraveramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ko'rishguncha.